Aka-uka Grimm ertagi. Bobo va nevara. Qadim o'tgan zamonda bir mulkillagan qari chol yashagan ekan. Uning ko'zlaridan nur, tizzasidan esa mador ketibdi. Qulog'i ham yaxshi eshitmaydigan bo'lib qolibdi. Ovqatlanayotganda qo'llari qaltirab, ichayotgan sho'rvasi dasturxonga to'kilar ekan. Yeyotgan ovqatining yarmi og'zidan tushib ketarkan. Bu holatdan uning o'g'li va kelini jirkanar ekan. Shu bois qari chol pechkaning orqasidagi burchakda o'tiradigan bo'libdi. Ular cholga ovqatni sopol tovoqda berar ekan. Ustiga ustak bu ovqat to'yimli ham emas. Chol dasturxonga mo'ltirab, ma'yus tikilar, ko'zlari esa yoshdan namlanar ekan. Shunday kunlarning birida cholning qo'li qaltirab, sopol tovoqni tushirib yuboribdi. Tovoq sinibdi. Kelin janjal ko'tara boshlabdi. Chol esa og'ir uf tortib qo'yibdi. Keyin ular boboga yog'och tovoq olib kelishibdi. Chol jimgina o'sha tovoqda ovqatlanadigan bo'libdi. Kunlarning birida kattalar gaplashib o'tirganda 4 yashar kichkintoy bolakay turli xil taxtachalar yig'a boshlabdi. "Taxtachalarni nima qilasan, o'g'lim?" so'rabdi undan dadasi. "Bulardan tovoq yasayman", javob qaytaribdi o'g'il. "Katta bo'lsam, siz bilan oyim men yasagan tovoqda ovqat yeysizlar." Shunda er-xotin bir-birlariga qarab yig'lab yuboribdilar. Shu ondan e'tiboran ular keksa otalariga dasturxon to'ridan joy ko'rsatib birga ovqatlanadigan bo'lishibdi. Chol ba'zan ovqatini to'kib yuborsa ham, ular hech nima deb nolimaydigan bo'lishibdi.